Narxda yaxşı satsiyasi chiqsa, Minaman'da bo'lgan yurtdoshlarimiz uchun boshlang'ich hech qanday bank to'lovlarisiz 2022-yil avtomat Cobalt'ni tayyordan qo'yib beramiz. Albatta, doğru eshitdingizlar, hurmatli podpischilarimiz. Agar shu mashinani olish niyatida bizning salonimizga kelsangizlar, boshlang'ichdan hech qanday bank to'lovlarisiz avtokredit asosida olib ketsangizlar bo'ladi. Yana bir qiziqli yeri, bu mashinamizni egalari bilan o'zlari bilan kelishsangizlar, nasiya savdo ham, ya'ni oyma-oy bo'lib berish ham beradilar. Xo'sh, mashinamizni tanishtirib beramiz. 2022-yilda ishlab chiqarilgan GK2 rangda, ya'ni ko'pchilik yaqadan Svetko o'zingiz bilasizlar. 4 dona bo'lgan paket sostenada turibdi. Uzun zavodskiy diskalarida abezlari bor, style varianti bo'ladi mashinamiz. Arkaynalar tonirovka bo'lgan, salonlar ham akkuratniy, top-toza holatda. Cruise control knopkalari 73500 yurgan. Monitorlari oranjiy salonatib taxlangan, chiroyli. Hech qanday rasxod yo'q, metan gazlar ham avtomat korobka bo'ladi. Agar bu mashinamizni olaman desangizlar, boshlang'ichdan hech qanday bank to'lovlari yo'q, faqat notarius va nomer xarajatlarini aytsangizlar, avtosel salonomizdan qayta ketsangizlar bo'ladi. Nasiya savdo olaman desangizlar, oldindan 50-60 million bersangizlar, qonun egalari o'zlaridan kelishib olsangizlar ham bo'ladi va mashinaning o'zining naqd pul bahasi 118 million so'm. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosib, Cobalt GK2 Svetini ya bo'lmasa boshlang'ich to'lovini oz pul bilan chiqarib olaman deb yaqin do'stlarga jo'natib qo'ysangizlar bo'ladi. Bizlarga obuna bo'lib qo'yinglar va kuzatishda davom etinglar. Hammalaringizni avtoselda kutib qolamiz.